Hozirgi kunda allergik kasalliklarning qaysi turlari ko'proq murojaat bilan kelishyapti va Agrofarmda ularning samarali yechimlari qanday? Hozirgi kunda bahor faslida asosan allergik kasalliklar rosa qo'zg'algan davr hisoblanadi. Bunga asosiy sabablardan bittasi bu daraxtlarda har xil gullarni gullashi natijasida havoda gul changi juda ham tarqalgan hisoblanadi. Shuni orqali odamlarda har xil allergik kasalliklar, bulardan burundan oqish, aksirish, bu allergik rinit, terida har xil toshmalar, ba'zi odamlarda esa kuchli yo'tal bo'lib, u yo'tal xurujli kuzatilib, u bemorlarimizda nafas qisish xurujlari bilan namoyon bo'ladi. Bizning klinikamizda asosan bu kasalliklar juda ham yaxshi davolanib kelmoqda shu kungacha. Asosiy davoga har xil fizioterapevtik muolajalar, ularda ichida sun'iy mikroklimat, tuzli g'orlar mavjud va bu davolashda juda katta samarali effektini olyapti.